O'zbek seriali Ofsinlarning 58 qismi 10 dekabr 2025 yil soat 20 da Milliy TV kanalida namoyish etiladi va aynan shu sananing o'zi voqealarning yangi bosqichga chiqishini ko'rsatadi. Yangi qism tomoshabinni yana chuqur hissiyotlar, nozik oilaviy munosabatlar va kutilmagan burilishlarga olib kiradi. Ofsinlar, ikki ofsin o'rtasidagi murakkab munosabatlar, ularning orzulari, qo'rquvlari va taqdir sinovlarini aks ettiradigan hikoya. Serial boshidan buyon oilada ishonch va sabrning naqadar muhimligini ko'rsatib keladi. Qahramonlarning har bir qarori, har bir nozik vaziyat hayotiy tarzda tasvirlanadi. Yangi qismda esa qadimdan kelayotgan nizoning keskinlashuvi, kutilmagan ittifoqchining paydo bo'lishi va voqealarning borishini o'zgartirishi mumkin bo'lgan muhim tanlov kutilmoqda. Serialning eng kuchli jihatlaridan biri qahramonlarning ichki kechinmalarini tabiiy, samimiy va ortiqcha dramatizmsiz ko'rsatishidir. Shaxsan men uchun Ofsinlar zamonaviy o'zbek oilaviy seriallari orasida o'z o'rniga ega, chunki unda milliy qadriyatlar, mehr-muhabbat va hayotiylik birlashtirilgan. 58 qism esa bu boradagi badiiy yondashuvning yana bir yorqin isboti bo'lishi kutiladi.